bu muammoni sammoykachilar yaxshi bilishadi. Nimaga? 1 yildan oshgan sammoyka apparatlarga pul tortadigani ko'pisi shunaqa bo'lib qoladi. Buni yechimini sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Buni ichidan kupyura programmani yechib olamiz va buni o'zlaringiz samostalni qilsangizlar bo'ladi. Hozir tushuntirib o'taman. Kupyura programmani yechib oldik. To'kdan o'zamiz hozir. Va buni qanaqa qilib tuzatish yo'lini o'rgatib qo'yaman sizlarga. Bizda havo chang bo'lgan hisobiga pul tortadiganimiz loy bo'lib, laser bilan yo'q qilib qo'ygan bo'ladi changda. Shu changni toza qilib tashlaysizlar, xudo xolasa ishlab ketadi hammasi. Buni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana shu ikkita bo'ltini yechamiz. Buni yechish oson. Shundoq yechib turib, mana shu ikkita lazer biladi. Bunda toza. Sizlarda ishlab ketgan bo'lsa, mana shu chang bo'lib qoladi. Buni bemalol qo'rqmasdan salfetkadan artib va bu mana bu shisha joyi bo'ladi. Shuni ham orqasini vrayzda bilan artib tashsa ishlab ketadi. Musorni toza qilgan kupyura programmani endi biz ishlatib ko'ramiz. Sammoyka bo'yicha shunaqa foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yinglar.